Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi videolar kimdir? Urganch shahrida zamon tipda qurilgan 2 qavatli yarim plan hovli joyini sotib ochdi. Hovli joyisi umumiy kvadrati 250 metr kvadrat. 100% tayyor, to'g'ri girib yashaladi. Lokatsiyasi obunachilarimiz Bog'eram to'yxona o'tganda aeroportga Paxsada tenda yangi mahallada joylashgan ekan. Ajoyib. Ko'chalar ham keng. Eldan otsizlarga qarasa bismillahirrohmanirrohim deb o'zg'arasak. Mulk egasi bilan bemalol bog'lansa, girishimda bilan asveshina qo'yilib o'tirgan. Tak. O'ng tarafimizda beda barbekülar, otib burchakkalar bo'lgan yaxshisidan yana panoramli oynalar, kerakli sifatli materialda ishlatilgan. Birinchi qavat 100% pishgan plita bilan undan keyin xom kelib aralashgan. Belan barbekülar yurishi mumkin. Men balkonga ahamiyat bersak obunachilarimiz. Xullas, onadama mazzat berishdi. Yangi mahalla, yangi qo'shnilar xullas obunachilar. Menda ko'p odam meni novizat o'tib qo'ydi. Bemalol nodingiz 2 mashina sig'sa bo'ladi. Xullas, endi ixchalmi kichkina komfortlidan ikkizi, lekin bahayatidan bir dona mashina sig'adi obunachilarimiz. Kelinglar, ko'ringlar, olinglar, ham tavsiyamiz. Topli pol radiatorlar qo'yilib o'tilgan. O'ng tarafimizda rakovina joylashgan ekan. Chap tomonda bir xo'shkamiz. Fotoğraflarımız ham neobishniy, neoplastik usulda foydalangan. Hovlimiz chap tomonda ikkinchi qavatda chiqadigan lestisa ham joylashgan ekan. Yana nechik go'zallikda qaranglar deydi-ku. Gilam tashalgan bu yerda ugolokimiz, jurnalimiz, stulimiz bor ekan. Doira shaklida razvedka kulchatirlangan ahamiyat berish kerak. Yana yaxshisidan qo'yilib o'tilgan. Yo'ratib 70 santidan qo'yilgan ekan. Kulchatirlar. Avtomatlar har doimgidek giraverishimizda o'ng tarafida joylashgan ekan. Avtomatlar ham yaxshisidan yana deluxe. Endi holdan keyin mehmonxona, koridordan keyin yuvishxona, sanuzellarimiz joylashgan ekan. Mehmonxonamiz ham keng tushgina pardalari sifatli, kondisionerlarimiz ham qo'yilib o'tilgan. Smart trizollar, galogen LED lyustralarimiz ham bor obunachilarimiz. Ahamiyati esa berimizdan zonimizni nodimda eshikka yerine obunachilarimiz 120 lik qo'yilib o'tirgan. Qollar esa 90 lik eshiklar qo'yilgan. Berimiz endi sanuzelimizda rakovina, unitat, dushovoy beda kir mashina joylashgan ekan. Nechik patologlar, oq svet notijolar. Hududimizdan gaz, suvdan umuman bo'lishi mumkin. Spaniyamiz ham ixchamli, tak. Shunda 6 eshikli ekanda-mi? Benim turmamiz komplekt nabor spaniya qo'yilgan ekan. Oynasi bog' tomoniga qaran. Bendan patologlarimiz ham yana chiroylatib zo'tilgan. Galogen LED ermen ishqilib 0 dan to bitinchalik zo'tgan insonlar masalan katta rahmat aytamiz. Oshxonamiz ham keng tushgan oshxonasi. Bu yerda 6 odamlik stolimiz ovqatlanish uchun Tech firmasini 2 kamerali xolodilnikimiz joylashgan. Hammasi yap-yangi. Akril materiallar kuxonyalar o'tilgan ekan. Bu yerda moykamiz, gaz plitamiz, vitechkamiz bor. Vitechka ham dimoxotlari chiqqan. Tak. Endi bog'i neda deydigan uchun bu yerda ixchamgina gaz o'rnatib o'tilgan. Nari tomoni o'zini nodim 90 lik katyolxonasi desak ham bo'ladi obunachilarimiz. Radiatorlarimiz endi obunachilar birinchi qavat topli pol bo'lgandan keyin radiatorlarimiz yo'q hisobdan. Shuna dolandan keyin chap tomonda ikkinchi qavatda edi. Xonamizni kuzatib o'tsak. Umumiy kvadratini aytib o'tdik, 250 metr kvadrat, narx-navosi hozirgi kunda $120,000 baholandi, hurmatli obunachilar. Katta ajinli berimizda neobishniy restoran qo'yilib o'tilgan. Benim chiroylisidan gipsakordan zo'tilgan ekan, lipkalat. Tak, bu yerda zal qismimiz Trezor zona Monox firmaniki, kondisioner Emir firmaniki bor ekan. Balkonimiz. Balkondan keyin radiatorlar, yaxshi radiator, o'yini yaxshi qizdiradi, tavsiya qilamiz shuni. Yana
Şimdi bu tomonimize kelsak, balkoni bir xo'shgan ustunda. Beyninden patologlarni ezayvetip, tak, beynimizin tünkab o'tamiz alifondan ishlov berilgan ekan. O qora svet. Endi mijozlar narxonamizga yursak, ishlarimizni ko'rishlar mumkin. Doktorlik ishlar qo'yilib o'tilgan. Joyimiz qiziqish bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Tak, yine sanatçılığımız. Şunun joyda hamma yashash nasib qilsin. Berimizning dunyo shekarat qo'yilgandan keyin farzandlarimizning xonasi bo'ladi onachilar. Endi bu xonamizni ko'rishlar mumkin. Kattalar xonasi ili spalniya qilsa bo'ladi. Shunda 5 xonadan iborat ekan. Zamonaviy uslubda, chiroyli neoklassik ili milliy usulda jo'tilgan hovli joyimiz. Sotib chiqqan lokatsiya Ostona bog'i eran to'yxona, lekin aeroportning paxsasidan keladi. Eski mojixona bor edi. Hammamiz bilamiz, shu mojixona yanginasi Orenturovga desak ham bo'ladi. 120 mingga menimcha narxi ajoyib desak bo'ladi. Mulk egasini ekranlarda nominal yozib qo'yamiz. Aloqa chiqarsa, barter xizmatlari bo'lsa, qilsansa balkim barter ham qilsa bo'lar obunachilar. Esa sog'liqda, omonatda yurishguncha shunday xizmatlarni bemalol bog'laninglar, sotib berish har doim xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, boy bo'linglar. Hamma ishi undan kelaversin.